Emne biznes qilsam deb o'ylanib yurgan bir tuğanlar uchun buyursa o'ta sonun жаңылық. Бүгін biz O'zbekiston jergesindeyiz. O'zbekiston өлkөсүндө Namangan shahri Uchqo'rg'on ayылып кеткен, Uchqo'rg'onda bo'lib qoldi. Uchqo'rg'ondan naşıl жерден жақсы bir станокторду жасаган агаларыбыз чыгып атат тугандар. Буга чейин дагы ушул станоктор боюнча, аппараттар боюнча дагы бир келип кеткенбиз Өзбекстанга. Азыр эми бул жер негизи Өзбекстанга, Кыргызстанга жакын жерлерин айтып кетели. Бул жактан Кеңсай 20 км, Маданият посту 50 км, Достук болсо 100 км аралыкта жайгашкан ушул Наманганга келип ушундай аппараттарды көрүп кетсеңиздер болот. Үйрөт дагы беребиз дейт. Бардыгын жолуна түшүрүп, үйрөтүп даяр кылып коебуз дейт. Ушундай станокторду азыр бир катар тааныштырып кетебиз. Пеноблок, газоблок, любой түрүнү буюрса блоктун түрүн чыгара турган мына ушундай мыкты уста агалар чыгып атат. Аппараттарды даяр кылып коюптур, буюрса алып өзүңүздөр айылда үйүңүздө кызмат кылсаңыздар болот. Акырындан ушул жерден Бахрам агадан маалыматын алабыз. Кол иретинде бир-бирден лайктан басып коюңуздар. Кыргызстанга дагы ушундай барып өздүк өндүрүш кылып туруп пеноблок, газоблок чыгарсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum aka. Бахрам aka. Charchamay, xush kelibsiz O'zbekistonga. Maşallah, maşallah. Qanday o'tasiz? Stanoktor chiqib atadi apparatlar. Apparatlarda ko'rib turibsiz, 5 yil 6 yildan beri ishlaymiz aka, xudo xolasa. Bulturda bir kelib ketdimlar. Ha, 2 yil bo'lib qoldi. ha, 2 yil oldin kelib, mana shu yerda olib ketgansiz. Xudo xolasa yana yangilik qilganimiz uchun, shu qo'shni davlatlardan ham qiziqish ko'pligi uchun, shuni ma'lumot berish uchun sizni chaqirtirdik, xudo xolasa. Bir qator tanishtirib o'tamiz. Hozir ham bu yerda negizi qancha tur apparat chiqarasiz bloktorni? Qaysi bloktorga? Hozir bizga mana devorimizda ko'rib turganingiz penoblok ustanovi bor. Gazoblok sexiga ham hozir o'tamiz. Aldaqda o'tib ko'rsatamiz, ha? Buni gazoblokda shu 12 talik qoliplari, reskasi bo'ladi, arrasi, xullas mana shu suv tenti 1 tonnali rastor mishalka, ikkita qolip $1400 ga Qirg'izistongacha tamojniga olib borib beraveramiz, kargoga. Kargoga olib borib berasizlar. Mına 12, ana mına mishalkasi, bu jag'da shol suvsi bardigi birgib, shul 4ta, ha? Kompressor bormi yo'q bular? Yo'q, bularda kompressor yo'q. Bularda mayta suv motori bo'ladi, xullas reskasi, arrasi bo'ladi. Ularni hozir ishxonada bir qator ko'rsatib o'tamiz. Buni narxi 1400, shu yerda sexga keladi, o'rganib ketaveradi. Chiqarib beramiz. Yuret tag'ib berasiz. Ha, mana bez reska. Ha. Bu yerda ham gazoblok ishlab chiqarsa bo'ladi. 10 ta qolipi bilan, xudo xolasa 600 litrlik suv tentga ham ishlaydi. Tentlar 2,5 kilovatdan 5 kilovat qo'yganmiz. Ko'rib turish isitish tizimini ko'rsatib turadi. O'tga ham isitsa bo'ladi. O'tga ham moslab qo'yganmiz. Ko'mir, oqay, hoka-poka. Ocha avstatali bo'layotganda. Bu rastor mishalkasi shu narxi turishi $2500 ga chiqazib beraveramiz. Uni ham bayga kelsa quyib, mana shu holatda quyib ko'rsatib beraveramiz. Bunday qilib quyib ko'rsatib, bardini ko'rsatib bergan. Bu ham gazoblok chiqarib turgan. Ha, gazoblok nimasi? Stanokga. Ha, stanokga. Xullas mashina, mana ko'rib turibsiz, mashina quyib, gazoblokni mana shu holatda chiqazib beramiz. Bu ham bag'i maylanbayli kagana esasiz paka quygan ekan. Ha, shu ko'chirib yubordik hozir, qurigan holatda bo'lsa, sira tekis chiroyli chiqaveradi kassasi. Maşallah. Bu ham shol gatoviy varianti. Ha, gatoviy variant. Qiziqqan ekanlarimiz bo'lsa, shu yerda quyib, mana shu apparatni quyib ko'rsatamiz, zakazini sira chiqazib beraveramiz. Bu narxi $2500, bu $1500. $1500 bo'ladi. Ha, bu penoblok apparatimizni komplekti $800 ga Qirg'izistonga tamojni kargogacha olib borib beraveramiz. Komplekt qaysilar bo'ladi? Pena generatori bo'ladi, rastor bochkasi, kompressori, mikseri, ichida pulsator, shlenka, 3 ta qolip, 4 xil g'ish chiqadi. Tumbalatogi bor, endi yasab qo'yamiz. Pergorotkasi ham bor, Pilus. Pergorotka da bor. Ha, pergorotka 12 ga 30 60, 60 ga 30 20. Mana shu holatda keyin tumbal latoylari ham bo'ladi hozir. Mayda bor ekan mana. Bu opsiya shunda $800 ga mana. Mana shu keyin bu tumbasi, latogi ham bor, latogini ham Latoga qo'shib beramiz uni bonus sifatida. Shu yerga keladi, seximiz Qo'g'ayda bor, quyib ko'rsatib, xudo xolasa. Bundan desa bundan, gazoblok desa gazoblok. Manaqa penobeton apparatlarimiz ham bor aka. Penobeton da apparat qo'llasizlar. Bu penobeton apparatimiz yangi stanok bo'lib, tomlarga, lomboz, xonalar ichiga, komnatalar ichiga istayashga quysa bo'ladi. Istashga qilib quysa-da bo'ladi. Istayashga quysa-da bo'ladi. Bu shlenkasiga keladigan bo'lsak, 30 metr shlenkasi bo'ladi, 15 metr balandlik, plus 15 metrgacha ketaveradi aka. Bunga qo'shib beradiganlarimiz mana shu kompressorimiz bo'ladi. Kompressorimiz ham baquvvat, Rubin kompaniyasi. Komplektiga ketadi. Komplektga shlenka kompressor, plus o'rgatib berishi, shu tamojni kargogacha dastavka qilib beraveramiz.
Bu hem bağı ko'pchilik bizda ham hozir lambasi deb tushunmay qolishi mumkin. Kirishalarga ılay bastığının orduna pena beton bilan quyib beradi. Ha, shu kirishani tagiga Ha. lombazni o'rniga pena beton 2 kishi ishlasa bo'ladi. Bir aparatda 2 kishi ishlab tursa bo'ladi. Ha, bir kishi tayyorlaydi, bir kishi tomlarga chiqib quyaveradi. Xudo xolasa, bu hammasi samodelka yasalgan, shu firmani ishini bajaradi. Narxi $2000. Buni ximikatiga keladigan bo'lsa, yoki ximikatida diqqatchilik yo'q, o'zimizda bor, mana ximikatlari ketadigan. Bu ximikat deganda bor penasi. Pena betonning ximikati bu. Ha. Bunga ketadigan mana fibra mahsulotlari ham o'zimizda bor. Kelishsa mana shu yerdan izlab qidirib yurmaydi. Buni pena blogimizning ximikatlari, parashogi. Bu отдельный narxi $125 bo'ladi. Bir meshok, ha? Ha, mana ximikatimizniki 800 kvadrat ketadi, pena betonniki $100 bu. O'shal $100 20 litr, ha, 20 litr $100, 8 kvadrat ketadi. 8 kvadrat ketgan. Mana bir qop oladigan bo'lsa fibramizdan. Ha. Salkam 4-5 kvadrat ketadi bemalol. Ha, bir meshok 4-5 kvadrat ketadi. Narxi $50 buni, ochilmagan upakovkasi. Bir ochilib olgan nemesi $50 ekanda. Hani nima büt ximikatlardan ele problema yo'q deydi. Bu yoqda gazoblok, penablok, anan keyin ошол kirishaga quyuvchi mana shunday atayin pena betonni kirishaga olib chiqib turgan apparat ekan. Bu emi 30 metr kengri turtib beradi deydi. 2-qavat, 3-qavat liboyina mana qarangizlar. O'ta son mumkinchilik, o'ta son qarangizlar. Bu emi ошол bahsi $2000 dediniz ha? Bunisinin bahosi $2000. Kargoga cheyin. Shu yerga keladi, o'rgataman, kargoga dastavka qilib beraman. O'zimda Labo mashina bor, ko'rdingiz. Laboga bemalol sig'adi. Ha bir baba olsalar liboy yoqqa olib xizmat qilaverayotganda. Ha, Kia Bongo bo'lsa, va shundan-da ziyoda bo'ladi. Nafshi mazza bo'ladi, bemalol ishlayveradi aka. Qarangizlar, ham 2 kishi ishlayotgan, 2 kishi do'stlardan birgib $1000 tashlab turib, kelib, uyrenib ketib turib, alып barib, uylarga, kirishalarga lay bassanızlar bo'ladi. Hozir ham buyursa, bu ish ustundagi chashqanni ko'rsatib qo'yaylik. Haqa quyilgandicha, qanday quyiladi, nimalarni bo'yicha da ma'lumot beramiz. Negisi bir o'tirganda qancha kvadrat qiladi? Bunimizni kubasi 1100 kub bo'ladi. To'liq tayyorlanganda 5 sm bo'ladigan bo'lsa 15 kvadrat ketadi. 15 kvadratga bir nimasi jetayotganda? Agar 6-7 sm bo'lsa 12-11 kvadrat atrofida yetadi. Emi bak qalın bergen sayın nimesi kvadrat biraz azaytken, biroq emi oşonda dele 100 kvadrat bolsa bir emesi 10 kvadrat jetkende dagı 10 danani bir günde dayarlasanızlar, bir günde bir uydu bitked etken da. Qirg'izistondan ham qiziqishi bor. Bitta ikkitasi xizmat bormi deyapti, quyish. Bir ikkita odam telefon qildi. Endi biz Qirg'izistonga apparatni olib o'tadigan bo'lsak, ada qolib ketadi-da, rastamosh ko'p bo'ladi. Agar qiziqqan insonlar bo'lsa, bemalol o'tib kelib, shayda o'rganib, olib o'tib ketsa bo'ladi. Olib ketishdan umuman muammo yo'q, xudo xolasa. Olib boshdan masala yo'q ekan. Endi bu yerda negizi boshida aytdik, bu joy keng say 20 kilometrdan Jalovatga yaqin ekan. Jalovatdan ele shap kerak qo'ysa 20 kilometr kelib, uyrenib ketsa da bo'lar ekanda. Kensayga kelsa, men o'zim mashinamda kutib olaveraman. 20 kilometr bir yoqda kutib olib do'stlikdan kelsa, lokatsiya tashlab beraman. O'sha nomerim bo'yicha kelaveradi. Telefon nomerimda WhatsApp, Telegram nomerlarimiz bor. Xudo xolasa kelib, shayda o'rganib, tushunmagan narsalarni ko'rsataman. Gazobloy bo'lsa, seximizga boramiz, seximizda davom ettirib ko'rsatamiz ag'da. Sexdan daha ko'rsatamiz. Hozir ham birinchi bu yerdan shol quyilgan ko'rsatildi, anan keyin sexga da o'tib ko'rsatamiz. Negizida penoblok tuxun aqchasi qancha dedingiz? Aqchani $8 kargoga tamojniga olib borib beraveraman mana shu holatda. Yevro komplekt bo'ladi bu. Prostoy bo'lmaydi, mana ko'rib turibsiz, usulinniy bo'ladi, o'ta baquvvat ishlangan bo'ladi. Prostoyni o'yda yuringni ko'rsataman. Bu yevro komplekt ekan, Bu yevro komplekt, razmer qochmaydi, boshqa bo'lmaydi, baquvvat ishlangan. Razmeri ham qochib bo'lmaydi deydi. Bir razmerda turadi ekanda. Prostoy varianti mana. Buni $700 ga qilib beramiz mana. Bu prostoy variant $700. Chaspali bo'ladi mana. Bu ham endi standart bir xil razmer, nisbatan bunga nisbatan baquvvatroq bo'ladi. Narxi pishiqroq bo'ladi ekanda. $800 olib, baqi o'z uyindalar shu penoblok bilan ko'ratasan. Dualdalar shu o'zlari qo'yib penoblok bilan bitirib qo'yishdi. Unda olibcha. Sizlardalar olib borib, shunday cho'ng sex salom desangizlar, shu apparatni olib borib turiblar, sraz qo'yib, srazlar urib ketsangizlar, oxirida o'zlarining cho'tangizlarga biznes bo'lib qoladi bu derech. Buni
Endi O'zbekistonda blogerlarni o'zbeklar ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda manaqa rushnoy quyayotgan holati ham bor. Bu ikki xil biznes aslida. Bunda ham tomga lombas qo'ysa bo'ladi. Ha, shuni olib borib. Shuni o'zida Manonda rastorovchika pena generatorni olib, mikser kompressorni olib boradi. Gips bilan suvni motor bilan tomga olib, rushnoy o'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Mana bolalar tirikchilik qilyapti O'zbekistonda. 200 dan oshiq odam bor mana shunaqa lombas qo'yadigan. Bunaqali o'sha janagi aralash mesalashni kirishga qadar qo'ysangiz bo'ladi ekan bunaqali apparat pena bilan. Shu pena bloyni mahsulotini tomlarga qo'yib beryapti. Agar Instagram, YouTube'larda O'zbekistonni ko'rayotgan bo'lsa, mana shuni tomga qo'yib beryapti. Kirishlar. Buni pena lombaz deydi. Bu apparatimizni pena beton lombaz deydi. Ikki xil mahsulotda bu. Bu shu pena beton. Pasta tayyorlab, oson, udobniy bo'ladi, tomga otib bergan. Bu mahsulotni tomga olib chiqib turib, tomda qo'yadi. Sal bunga nisbatan mehnat qattiqroq bo'ladi. Hozir ham buyursa, shu yaqindan solib, tayyorlaganlarini ko'rsatib turib, ana endi arqadan quyilganini ko'rsatamiz. Muammolar o'zlari ko'rib turgandaylar sement qo'shilyapti hozir. Sement, ana qadimki qum. Qum ko'rsatar. Mana bu yerda shu penasi o'zi tayyor bo'lib, pena quyiladigan bo'lsa, qancha penasini qo'yadi. Aralashib oladi hozir mashinada o'zlariga. Ko'rib Andan keyin o'zlari ko'rib turgandaylar mana shunday penasi ichine quyiladigan, hozir asorini aralashib tayyor bo'ladi. Mana shunday qilib sizlardagi uyingizda ayilda xizmat qilsangizlar bo'ladi. Usulga qilibcha. Mana shunday apparatni ko'ringizlar, bo'lsa yaqindan ma'lumotini beramiz. Hozir ham o'sha quyilgan jag'i tuganlar, buga cheyin quyib ko'rsatdim ekan. Hozir ham shu yerda hozirda бүт smester olib keladi, ko'rasizlar. Bu ham bag'i kirishaga ulay basqanga, anan uyning ichine istashga da o'ta son aydaydi. Mana shunday qilib olib, elning xizmatini qilsangizlar bo'ladi. O'zlarda ko'rasizlar. Hozir smester tayyorda olib, mana shunday qilib chachib tayyorda o'tgan kelamiz. Buni negizi to'ldirib bermoqlasizlar, bir to'ldirib turib chasangizlar qancha kvadratga yetadi dedingiz bir bocha? Aka, apparatimizni ko'rgan bo'lsangiz, 1 kubalik, 100 chiqadi. 5 sm bo'lsa 15 kvadratga yetadi. 6-7 bo'ladigan bo'lsa 12-11 kvadrat atrofida yetadi aka. Buni hasharga aytish shart emas, 2 kishi yetadi bu stanogimizga. 2 kishi ishda qo'ysa bo'ladi. 2 kishi hozir tayyorlan jarayonni ko'rdingiz. 2 kishi tayyorlab, sekin kuniga 2 kvadrat tayyor joy bo'lsa quysa bo'ladi. Mana tayyor 2 kvadratga bir uydan, misol 100 kvadrat uyni bir kunda bosib qo'ysa bo'ladi ekan 2 kishicha. Bemalol. Bular emas, qatqanda bunday olib qatib qoladi ekan mana. Ko'rasizlar mana. Hozir bu jag'dan mana buacheyin quyib ko'rsatib tur. Mana ko'rasizlar mana. Zin qiyib qatib qolibdir. Ana bunda negizi javoq yerlarga bo'lsa yaxshi bo'ladi deydi. Ana uyning ichine istashga qadar aytib beradingiz, ha? Ha, mana hozir o'zimizning xonaga, keyin endi hozir o'zimning telefonimda bor, endi boshqa joylarda ham xizmat ko'rsatamiz. Istashga, tomga lombaz mana shunaqa quyib ko'rsatamiz. Endi bu quyilgan joylarni mana shunaqa kelgan klientlarimizga quyib ko'rsatganmiz mana mashinalarda. Inshaalloh. Mana kelsa, Do'stlik tamojnidan Qirg'izistondan bizning joygacha 100 kilometr, kelsa yangi tamojnidan 20 kilometr chiqadi. Shu yerga keladi, stanoyda oladi, mana shunaqa quyib, tayyor qilib o'rgatib, yuritib beramiz. Tamojnigacha dastavka qilib beramiz, через kargo chiqazib beraveramiz. Через kargo chiqarib beraverasiz aytdi. Mashallah, o'ta so'nin. Hozir mana shu sexga keldik, buyursa, bu yerdan hozir mana gazoblokni chiqargan yerlarni ko'rasiz. Bu ham hozir gazoblok chiqib turib yerda ekan, ha? Bu yerda gazoblogimiz mana o'zimizning sex aka, mana shu yerga kelsa, masalan, Qirg'izistondan klientlarimiz seximizda o'rganib, bemalol g'isht holatini ko'rib turibsiz. G'ish qilib уже chiqarib tayyorgan gazoblok. Bu sementlarimiz, avtomat reskamiz mana komplekt holatda 15 ta qolipi bilan bor mana shunda. Bugun bolalar dam olishda. Bugun bolalar jam olishda. Dam olishda. Negizi shu yerga kelib, bordig'ini ina-yuncha uylanib kelsa bo'ladi. Shu yerga keladi, mana qoliplarni xohlagan turdagi qoliplarni yasab ko'rsatib qo'yamiz. Yotar joylarimiz bor, mana shu sexda o'rganadi. Xohlagan zakasini tayyorlab bersa, men o'rgatib, tushuntirib, mana shundan zakazini Qirg'izistonga chiqazib beraman. Apparatlar polni Qirg'izistonga chiqarib beraverasiz. Ha, Qirg'izistonga chiqazib beramiz, ammo biz manzilimiz o'sha Do'stlikdan bay 100 kilometr, Madaniyatdan 50 kilometr, Kensa yangi tamojnidan 20 kilometr chiqadi. Xudo xolasa kelaveradi, bexijolat, bu yerda tortinib nima qiladigan yo'q. O'zimizda sekretlarni qanaqa nima bo'lsa hamma ma'lumotlar berib, tushuntirib, o'rgatib qo'yamiz.
Apparatlarimizga asosan seximizda ham hozir oldik-ku. Mana mishalkasi kiradi, qoliplarni ko'pligiga qarab zakaz beradi. Kolичествосuna qarab ketaveradi bular. Ha, ya ko'tarilib ketaveradi. Suv tenti bo'ladi 2,5 tonna, 3 tonnagacha. Rushnoy reskasi, xohlasa avtomat reska bilan ham olib borib Qirg'izistonga uстановка qilib beraveramiz. Kelsak bo'ldi. Mana holatlarda chiqazib beraveramiz endi. Ayirmasi yo'q, negizda shol kelib, shu yerda jatib, polniy smes qanday qo'shiladi, polniy sostavlarini barini iynab-jincha tushuntirib berasizlar. Tushuntirib qo'yamiz. Mana shu yerda ishlab o'rgandim desa, keyin stanovlarni chiqazib beraveramiz. Maşallah. Bundaqda nima Kengsoy madaniyatdan bizga yaqin ekan, Jalochaqdalar kengirib 20 kilometr, 30 kilometr ham ne degan, yaqin kelib turiblar, uyrenib, o'zingizlarning ayingizlarni olib borib ishlasangizlar bo'lgan. Negizda mana Gazoblokkda sapati shol sizlar aytgandek qilib qo'shilmasini qo'shsa, kassa soni chiqadi. Gazoblokka asosan mana shunaqa seminlar ketadi aka. Mana misol 550 marka seminni ishlatamiz biz. Mana 550 marka keyin qum ketadi, ximikat ketadi, issiq suv ketadi. Bo'ldi shu. Mana stanovlarimizni mana shunaqa suv datchiklari bilan chiroyli qilib mana ko'rib turibsiz, ha? Mana 50 gradusda turibdi. Mana shunaqa qilib suv to'kkanmiz degan, oldiga o'taylikda. To'qqadagi savlat. Ha, to'kka o'tga ham o'zimiz o'tga ko'proq isitamiz. Arzamagan o'tga isiveradi bemalol. 50-60 gradus qilib olsak bo'ldi. 220 ta 40 ta qishga yetadi mana shu suvimiz. Bir tomonda 220-240 gacha injiladi. Ha, 240 ta qishga yetadi mana shu aka. Unda suv anchalik bo'lib ketgan. Nanan ham Gazoblokkday sapatni ko'rib, go'ncha yumshoq bo'lib qoladi deydi-ku. Ha. Biroq qattiqligi qattiq. Aka, ustiga chiqib ko'rsatingda mana shunaqa ishlab chiqazib sotavera. Qirg'izistonda ham rosa qurilishga o'tyapti hozir. Sapatini ham bunday ko'ringizlar, qarangizlar. Shul yerdalar qo'yilib, shul sektorlar chiqyapti mana. 3000 tadan oshiq g'ishimiz bor, xudo xolasa. 3000 tadan oshiq g'ishimiz bor deydi. Nanda qilib, sizlarga olib qo'yib ishlasangizlar bo'ladi. Negizda hozir ko'chirda ham Gazoblokkdan ko'pchiligi talab ko'p, uy salam deganderdagi arg'anday hemidan o'ylab turib, agar kachsa shunday hozirgi mana ko'rasizlar, polni yuranib ketib, kachsasini xuddi shunday quygan bo'lsangizlar, sapatidagi o'ta miqti qo'yilib tur. Shunday qilib, sizlardagi apparat olib ishlasangizlar bo'ladi. Ekranga nomerini oltiram, WhatsAppdan swezdan baylanishib, shunday Gazoblok charuchi sanaktorda ko'rib, suylashib olsangizlar bo'ladi. Buyursa, granitsani aytib qo'ydi. Madaniyat bilan Kengsoy yaqin ekan. Do'stlikdan 100 kilometr deydi. Mana shunaqa chek deydimi sizlarda uchastkami? Ha, uchastka. Chek, uchastka bo'lsa mana ko'rib tursiz, oddiy holatda yasa mana shunaqada как zavod holatda ishlasa bo'ladi. Qirg'izistonda ham hozir juda ko'p qurilishlar ketyapti. Zakazlar ko'p, endi bizda Gazoblokda o'tkazib bo'lmaydi, yo'qda. Misol qilaman degan odam stanovlarga kelsa, mana shunda mukammal o'rganadi, stanovlarni chiqazib beramiz. Agar avtomat reska bo'ladigan bo'lsa, borib ustanovka ham qilib beraveramiz. Uni kelishamiz o'zimiz. Kelaveradi, mana shunda o'rganadi, stanovlarni chiqazib beraveramiz. Yaxshi, o'ta soni mumkinchilik to'nar. Aniqdan baylanishasizlar, ekran nomerlarini qoldirasiz, WhatsAppdan swezdan baylanishib, dag'da ma'lumot olsangizlar bo'ladi.